Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Biz yana ishlarimizni sexdan video qilishni boshladik. Bu ishimiz 18 kishilik material yong'oqdan hollarimiz MDF ishlangan. Razmeri 440 ga 120, uzunasi 440, eniga 120, 18 kishilikka moslangan. Stolimiz materiali yong'oqdan aytib o'tdik. Hollarimiz MDF. Klientimiz material ko'k bering deyilganligi uchun material ko'k material qilib berildi. Tepasini gulini keltirilgan. Machalkalarimiz 12 sm da 4 dan 3 qavat qo'yilgan. Sifatli, yaxshi machalka qo'yilgan. Xonimiz razmerini aytib o'tdik. 2 ga bo'lib ishlatsalar ham bo'laveradi. 220 dan 440 qilingan. O'rtasida uloqi bor, ajraydi. Oyog'ini 4 ta qilingan. Xontaxta qilib ishlatsalar ham bo'laveradi. Bu ishimizni Jizzaxga qilib berdik. 10,5 millionga kapala fasonini qilib berdik. Dastavkasi o'zidan bo'lyapti. 12 kishiligini Cobra fason, kapala fasonlarini vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beryapmiz 7 millionga. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Vodiydan tashqariga dastavkasini kelishgan holda chiqarib beramiz arzonroq qilib. Kimga shunaqa stol kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Telefon qilib yozishingiz mumkin. Kataloglari bor, tashlab beramiz. Har xil ishlarimiz bor. Burron fasonda oldiyoqlar naqshli ishlarimiz bor. Yoqtirgan ishlardan qilib beraveramiz. Bu stolimizni rangi shampan svetda. Oqmi, shampanmi, go'ldmi, qanaqa karishniy, belni svetlarimiz ham bor. Yoqtirganlardan qilib berilaveradi. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha.